Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurashid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Yaqında Xitoyning Hangzhou shahriga joylashgan kichik bir Xitoy texnik shirkati yasab chiqqan sun'iy aql modelining api bozorga kirgandan keyin uzun o'tmayla torda eng ko'p tushirilgan sun'iy aql apiga aylangan. DeepSeek, ya'ni teran tintish degan ma'nodagi bu sun'iy aql texnikasining tushirilish qitim soni Amerikadagi OpenAI shirkatining sun'iy aql modeli bo'lgan ChatGPT va shuningdek Google va Meta shirkatlarining sun'iy aql munbiridanmi halqib ketgan. DeepSeekning paydo bo'lishi Amerikadagi pay cheki bozorini bir mahal qalaymaqon qilgan bo'lib, 27 yanvar dushanba kuni Amerikaning eng chong kompyuter o'ziki ishlab chiqaruvchi shirkati bo'lgan Nvidia'ning pay bahasi 17% tushib ketgan. Va bu shirkat bir kundala 600 milliard dollarga yaqin qimmatdagi pay bahasini yo'qotgan. Amerikadagi boshqa fan texnik shirkatlarining paylari tushib, texnik shirkatlarning bir kunlik ziyni jami 1 trillion dollardan eshib ketgan. Texi oldingi haftagicha hech kim anglab baxmagan va 2023-yili Xitoyning Hangzhou shahrida qurilgan bu kichik tipdagi Xitoy texnik shirkati yasab chiqargan bu sun'iy aql modelining bundoq zo'r g'ulg'ul keltirib chiqarishidagi sabab uning Amerikadagi OpenAI shirkatining sun'iy aql modeli bo'lgan ChatGPT'ning aksicha nəhayət az vaqt ichida nəhayət az hisoblash kuchi va hamda nəhayət az chiqim bilan ChatGPT'ning saviyasiga intayin yaqin bo'lgan sun'iy aqlni taraq qildirganligini ilgari surish edi. Amerikadagi texnika va geosiyosiy masalalar mutaxassisi Jeffrey Kanening deyishicha, bu Amerikaning sun'iy aql texnik sohasidagi ustunligiga nisbatan zo'r bir raqobat bo'lib hisoblandi ekan. U mundaq deydi: "Mencha bu to'liq muhim paytlarning biri. Amerikadagi sun'iy aql modeli intayin ko'p yerim o'tkazgich, intayin ko'p mablag', energiya, ulaslar qurilishi, sonliq ma'lumot omborlarini talab qilgan bo'lib, nəhayət og'ir chiqim talab qiladi. OpenAI shirkati o'zim bu chiqimlarni bir taraf qila olmayotganligini bildirgan. Ammo Xitoyning yangi qurilgan kichik bir shirkati yuqorqidek chiqimlarni tortmay turibla, iqtidori ChatGPTga intayin yaqin bir sun'iy aql texnikasini yetishtirib chiqishi kishining diqqatini qo'zg'aydi. Uning ustiga bu vaqa Amerika hukumati Xitoy qo'ygan yuqori texnikalik kompyuter o'ziki cheklamasini Xitoyning bir amallarni qilib buzganligini oshkorlab beradi. Wall Street jurnalining bu vaqtdagi xabariga qaraganda, Xitoyning sun'iy aql modeli DeepSeekning qisqa yo'l bilan muvaffaqiyat qozonishdagi bir muhim sabablarning biri dal uning Amerika cheklagan sun'iy aql o'zak texnikasiga erishishdan kelgan ekan. Biden hukumati 2022-yili qaror chiqarib, Xitoyning Amerikaning sun'iy aqlni taraq qildirishda ishlatiladigan eng ilg'or kompyuter o'zaklarga erishishni cheklagan. Biroq Amerikaning dunyo bo'yicha dangliq sun'iy aql o'zak loyihalaguvchisi bo'lgan Nvidia shirkati bu cheklamadan atlab o'tish uchun Xitoyga ayrim o'zak loyihalab setishni davom qilgan. Ba'zi analizchilarning Wall Street jurnaliga deyishicha, Nvidia'ning maxsus Xitoy uchun yasagan o'zikining iqtidori asosan Amerika hukumati Xitoyga setishni cheklagan eng ilg'or sun'iy aql o'zikiga o'xshaydi ekan. Jumladan, Nvidia shirkati oshkora va yoshirin holda Amerikaning qonuniga xiloflik qilmagan bo'lsa-mu, ammo u bu cheklamaning ro'yini buzgan. Jeffrey Kane Amerika shirkatlarining bu harakatining kishini o'ylantiradiganligini ilgari surdi. U mundaq deydi: "Bilginimizdek, Nvidia o'zining sun'iy aql o'zikiga ozroq o'zgartish kirgizibla Xitoyga setishni davom qilgan. Bu kishini to'liq o'ylantiradigan bir ahvol. Amerika texnik shirkatlari barliq amallar bilan o'zining yuqori texnikalarini Xitoyga setishni davom qilyotdi. Ular buning o'z davlatining kelgusiga qanday xavf keltirish bilan kori bo'lmayotdi. Xitoy shirkati taraq qildirgan sun'iy aql api paydo qilayotgan masala buning bilan tugamaydi. Amerikaning app bozoriga kirish bilan haqsiz mulozimati bilan olqishga erishib, abonentlar tarafidan eng ko'p tushirilgan appga aylangan DeepSeek appining abonentlarga doir sonliq ma'lumotlarni bartaraf qilish usuli va hamda uning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi, kishilik huquq, Tiananmen voqeasi, Tayvan masalasi qatorli Xitoy hukumati uchun sezgir hisoblanadigan masalalar haqida hosil qilingan javoblarni shu vaqtning o'zida o'chirishi kuchli munozir qo'zg'amoqda. Masalan, bu app Uyg'urlar haqida so'ralgan savolga dastlabda Uyg'urlarning zo'r ko'lamli tutqun, majburiy emgak, kollektiv nazorat, diniy va madaniyat haqlarining cheklanish qatorliqlarga nishon bo'layotganligini eskartgan bo'lsa-mu, orqadanla bu uchurlarning hammasini biroqla avtomatik yuvatgan. Orqadan kechiring, buning javob berish hozircha mening doiramdagi ish emas, boshqa temalar haqida so'zlashayli degan uchurni ko'rsatgan. Boshqa sezgir temalardami o'xshash inkos qaytargan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi va Amerikadagi Uyg'ur harakat tashkilotining boshlig'i Roshan Abbos xonim buning intayin diqqat qo'zg'ashga tegishli masala ekanligini, agar buningga tadbir qo'llanmagan taqdirda
buning uchur qalaymaqanchalik paydo qildiganligini bildirib, bu sun'iy aql munbiri Xitoy hukumatining tashviqot quroli bo'lib, u kelgusida millionlagan insonlarning mingisini burash va Xitoy hukumatining ta'siri va tashviqotini yaydigan qurolga aylanishi mumkin. Bu intayin xatarlik degan. Jeffrey Kaynmo so'zida har qanday uchur va ma'lumotlarni ijtimoiy aloqa vositalaridan va sun'iy aql orqali o'rganadigan yangi avlodlar uchun ilib aytganda, bu app tarafidan pardalangan ma'lumotlarning tarqalishining oqibati xatarlik bo'lganligini eskartdi. U yana bu sun'iy aql modelida abonentlarga oid sonliq ma'lumotlarning Xitoy hukumatining qo'liga tushadiganligini eskartdi. Men DeepSeek appining Xitoy hukumati bilan hamkorlashadiganligiga ishonaman. Bundaq deyishimning asosi bor. Agar siz DeepSeekni qo'llanmoqchi bo'lsangiz, uning qo'llanish shartlarini qabul qilishingiz kerak. Siz uning mazmuniga qarasangiz, uningda siz kirgizgan sonliq ma'lumotlar Xitoy Xalq Jumhuriyatida saqlandi hamda Xitoy qonuni bo'yicha bartaraf qilindi deyilganini ko'rsiz. Demak, bu app Xitoyning davlat xavfsizlik qonuni va davlat maxfiyatlik qonuni qatorliqlarga bo'ysunadigan bo'lib, agar Xitoy hukumati har qanday bir uchurni talab qilsa, u darhol topshiradi. Ko'rinishga kishilarga DeepSeek yo'llagan uchurlari xatarsizdek ko'rinsimi, biroq siz dunyodagi eng chong soqchi davlatiga o'zingizning ma'lumotini avatatsiz degan gap. Shunga kishilar bu appni qo'llanganda ehtiyotchan bo'lish kerak. Bu sun'iy aql appi qiziqarli bilinishi mumkin, ammo meningcha nurg'un abonentlar uni tushirib, uchurlarni bu yumshoq detalga kirgizish orqali chong xatolik sodir qilyotdi. Darvaqa bu appning Amerika texnik shirkatlariga keltirgan iqtisodiy ziyni va hamda uning bexatarlik masalasi Amerika axborotlarida zo'r g'ulg'ul qo'zg'agan bo'lib, Amerika prezidenti Donald Trump 27 yanvar dushanba kuni qilgan so'zida buni Amerika texnik shirkatlari uchun bir uyg'onish signali degan. Bir qism mutaxassislar Xitoyning DeepSeek appining bexatarlik yo'chiqlari va hamda erkin fikr qila olmaslikdagi kamchiliklarni nazarda tutganda, uning Amerikaning sun'iy aql appining oldiga o'tib ketish mumkinchiligining oz ekanligini, ammo uning bu sohadagi raqobatni keskinlashtiradiganligini bildirishmoqda. 28 yanvar kuni Oqsaroy bayonotchisi Caroline Levitt tunji qatimliq muxbirlarni kutib olish yig'indagi so'zida Amerika Davlat Xavfsizlik Kengashining Xitoyning DeepSeek sun'iy aql munbirining yoshirin xavflar ustida tekshirish ilib bordiganligini bildirgan. Taylandlik advokat Chochart Kanpai Taylandga qonunsiz kirganlik sababidan 10 yildan ortiq vaqtdan beri Tayland turmisida tutib turilayotgan Uyg'urlarning qo'yib berilishini talab qilib, sud mahkamasiga arz sungan. Advokat Chochart Kanpai 30 yanvar payshanba kuni sungan arznamasida mundaq degan: Bu Uyg'urlar 2014 yilidan 2025 yilgacha 10 yildan ko'proq vaqt turmada yotdi. Ularning jazo muddati allaqachon to'shib ketdi. Ularni davomli tutib turish qonunsizlikdir. Ular endi erkinlikka chiqish kerak. Advokat Chochart Kanpayning bildirishicha, bu vaqtdagi sud 2 ayning 17 kuni ochildigan bo'lib, mazkur sudga Dunyo Uyg'ur qurultiyi qatorliq Uyg'ur tashkilotlaridan avatilgan kishilarning ko'zatkuchi yoki guvochi sifatida qatnashadiganligi ma'lum. Tayland hukumatining Taylandda tutib turilayotgan 48 Uyg'ur tutqunni Xitoyga o'tkazib berishga tayyorlik qilayotganligi haqida xabar tarqalgandan keyin kuchli xalqaro inqoz qo'zg'algan edi. Voqeadan keyin Tayland hukumatining bayonotchisi hatto Taylandning davlat mudofaa ministri qatorliqlar orqa-marqadan bayonot berib, bu xabarning to'g'riligini rad qilgan. Amaliyat shuki, Dunyo Uyg'ur qurultiyi boshchiligidagi har qaysi kishilik huquq organlari Tayland turmisidagi Uyg'urlar qachoniki turmadan qo'yib berilib, uchinchi bir bexatar davlatga yerlashmagicha Xitoy qaytirilish xavfidan qutula olmaydiganligini ta'kidlashmoqda. Kundalik Chaqiriq gazeti fondining tekshirishidan ma'lum bo'lishicha, Xitoy Amerika zaminida bir qism ijtimoiy tashkilotlar orqali o'z adliya sistemasini yo'l qo'ygan. Mazkur fondining bir necha oy davomlashgan tekshirish natijasidan bayqalishicha, Amerikaning Kaliforniya shtati, poytaxt Washington va uning atrofi, Nyu-York va Havay qatorliq joylardagi 10 necha Xitoy tashkilotlari hammasi Xitoydagi qonun organlari bilan hamkorlashib kelgan bo'lib, ularning ba'zilarining sud zalining borligi oshkorlangan. Bu Xitoy jamiyatlari bu sudlarning Xitoydagi pravosini yangilash va ikki davlat turayotgan ayollarning xalqaro ajrish delolari qatorliq kundalik ishlarni texmi qolaylik bir taraf qilish uchun ta'sis qilinganligini ilgari surgan. Biroq Amerika Davlat Majlisi a'zolari va istixborot analizchilari bo'lsa, Xitoyning Amerikada qurilayotgan bu yer osti sud mahkamalarining o'qituvchilarni jazolash va kommunistlarning ta'sirini kengaytirish uchun harakat qilganligini bildirgan. Xabarda deyilishicha,
Doklad aniqlab chiqilgan Xitoy jamiyatları başlıqlarının Xitoy Mərkəzi Birlik Səp bölümü bilan aloqasi borligi, ba'zilarning hatto Amerikadagi bir qism Xitoylarni majbur qaytarib ketish to'g'riliq Xitoy Jamoat xavfsizlik ministrligining amaldorlari bilan ochiq-oshkor muzokara qilishganligi oshkorlangan ekan. Uningdan boshqa, Amerikadagi Xitoy sotini boshqarishga tayinlangan bir qancha shaxsmi ilgari Nyu-Yorkda bayqalgan Xitoy saqchixonasini boshqarib kelgan kishilar ekan. Kundalik chaqiriq gazeti fondining mazkur doklati Xitoy Kompartiyasining Amerikadagi ta'sir ko'rsatish harakatlarining ko'lamini yoritib bergan bo'lib, kuchli diqqat qo'zg'amoqda. Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari favqulodda komitetining raisi Jon Molinar bu vaqt qilgan so'zida Xitoy hukumatining Mərkəzi Birlik Səp to'ri orqali Amerika tabiiyligida bostirish xarakterli qonun sistemasini yo'l qo'ymoqchi bo'lishi, Amerikaning egilik huquqi va qonun bilan boshqarishi qilingan qabul qilg'isiz hujum deb ko'rsatgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keng qitimliq sonimizgacha ko'rishkish aman bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.